Chet elda yurgan do'stlarimiz juda ko'plari O'zbekistonga borganda qanaqa biznes qilsam yaxshi deb bizga ko'plab savollar, ya'ni kommentariyada o'z izohlarini qoldirishadi. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Nurullo Ro'zboyev. Bugun O'zbekistonda ortiqcha dasmiya, sarmoyasiz qanaqa biznes qilsa bo'ladi, sezonsiz, shu narsani tushuntirib o'taman. Aynan o'sha biznesga kerakli mashinka bo'yicha ma'lumot beraman. Do'stlar, mana biz siz ko'rib turgan ushbu tikuv mashinamiz bu avtomatlashgan tikuv mashina bo'lib, aynan hozirgi kundagi ayollar, bolalar va erkaklar ichki kiyimini ishlab chiqarish uchun kerak bo'ladigan universalli mashina. Universal deganim qanaqa? Endi bu aynan shu mana bu rezinka qo'ysangiz ham bo'ladi, keyin o'sha joyiga qaytarib ikkitalik kanalli chok qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Ushbu tikuv mashinamizni boshqa tikuv mashinalaridan farqlari nimada? Keling shular haqida men sizga qiziqarli va to'liq qilib beraman. Juda ko'p insonlar shu haqida yozishgan, kommentariyada tushuntirib o'tamiz. Endi siz ko'rib turgan ushbu avtomatlashgan tikuv mashinamiz 220 tokda ishlaydi. Elektron bloki, ya'ni boshqaruv bloki mana bu joyga joylashtirilgan. Bu yerdan tezligini, baland pastligini, pichoqlarni o'chirib yoqish, hamma qo'shimcha imkoniyatlarni o'chirib yoqish xususiyati bor. Tugmalar orqali boshqarsangiz bo'ladi. Ushbu tikuv mashinamiz avtomat deganimiz sababi mana pedalni bosganingizda, ya'ni lapkani ham o'zi ko'taradi. Ya'ni pedal bosilganda mana bu joyda turgan magnitli klapan orqa tomonni bosadi va mana bu holatda mana lapka ko'tariladi. Mana. Endi hozir buni to'liq ishga tushirmaganligimiz uchun men ko'rinishidan o'zi mutaxassislar, sexda ishlaganlar bittada biladi, tushunadi. Tushuntirib o'tib ketaman. Bu tomonda mana bu joydagi bu yaltiroq temiri, trubasi chiska qilingandan keyin o'sha chiska qilingan joydagi matoni ortiqchasini tortib oladi. Buni tortib olish uchun mana bu joyda yon tomonida pilisosi bor. Kompressor ulash shart emas. Bu mana shu turishini o'zida ikkita vazifani bajaradi. Ya'ni o'sha pilisos tortib ortiqcha nimalarda, qiyiqimlarni bu joyga tushiradi. Skorslarni bittadan baland pastqisiz bo'ladi. Bu ham shu mashinkamizni komplektini ichiga kiradi. Alohida kompressor ulash shart emas. Bunda endi yana boshqa narsa, bozordagi ichki kiyimlardan farqli joyi, matoni qo'ygandan keyin orasini mana bu joyini kesib, kesilgan joyini chokni o'rtasiga qo'yib beradi. Keyin nima deydi, buni kiyishgandan keyin mana bu joy qaytarilib qolmaydi. Shunisi bilan farq qiladi. O'zi asli bu ko'rinishi mana xuddi mana shu dizayn Juki brendidan olingan. Juki yaponskiy deyishadi. O'zi asli Xitoyda yig'ib, terilib, eksport vazifasini bajaradi. Bu o'sha Xitoyda o'zida ishlab chiqarilgan. Dizayn, ko'rinishi, ichidagi zapchast detallari ham o'sha yaponskiy Juki bilan birga desa bo'laveradi. Zapchastlari ham bir-biriga tushadi. Bu tomonda roliklar qo'yilgan. Bu roliklar razmerlarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Rezinkani qo'yganingizda masalan 1XL, 2XL, 3XL degan razmer cho'zib qo'yasiz. Bir xilda mana bu joyga tikkaningizdan keyin skladga bermasdan, ya'ni orasini tashab ketmasdan bir xilda tikib berishga harakat qiladi. Va orqa tomonida aynan shu rezinoviy materialda tortib beradigan roliklar bor, ya'ni ballonlari bor mana. Ushbu ballonlar mashinka qadam tashaganda aynaladi va tortib bu yoqqa tushiradi. Bu doskasi ko'plarida kesilmagan bo'ladi. Aynan buni kesilganini sababi nafaqat bu rezinka yoki boshqa bir yo'nalishlarda ham foydalansangiz bo'ladi. Mana bu joyda mana bularni qo'shimcha narsalarni qo'yib tortib turib, aynaltirib tiksangiz bo'ladi. Mana bu narsalarini, ya'ni roliklarni o'zingiz yana mexaniklar bilan maslahatlashgan holda xohlagan joyingizga qo'yib qatirib foydalansangiz bo'ladi. Tikuv mashinamiz tezligi 4000, 4500 tezligigacha ko'taradi. Lekin 2000, 2500 borani 3000 tezlikda foydalansangiz ham o'zi bemalol sizni o'sha obyemingizni chiqarib beradi. Bu mashinkamiz qimmat bo'lganligi uchun aynan odam ko'zga ko'rinadigan, ya'ni chokini bitta tekshirib qo'yaylik deydigan joyini tikib chiqaradi. Zo'r, ishlashlari yaxshi, kafolati bor 3 yil. Asosiy joyi elektron qismi mana bu motorlari, miyalariga 3 yil kafolat beriladi. Narxi nech pul ekan deganlarga keling shuni ham narxini aytib o'tamiz. Ushbu avtomatlashgan tikuv mashinamiz chiskali, kompressorini o'zida
eng oxirgi avlod bo'lganligi uchun bu narxi $2000. $2000. Manzilimizni ham bir qator eslatib o'taman. Chet eldan ko'rayotgan fuqarolarimizga, ya'ni o'zimiz yaqin do'stlarimizga, bizning manzilimiz Toshkent shahar Shayxontohur tumani General Zohid ko'chasida. Gulzorda, Gulzorni ko'pchilik biladi. Endi do'stlar, mana shunaqa foydali videolarni kundan kun sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Agarda videoni siz shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, aynan shu mashinani ishlab chiqarish qilaymikin, nima biznes qilsam bo'larkin degan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Ushbu videoni siz jo'natganingizdan keyin bitta odam yaxshi millioner bo'lib ketishiga siz hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Sizlar bilan men Nurullo Ro'zboyev yana shunga o'xshagan yaxshi zo'r mashinkalarni video obzorini qilib chiqishda ko'rishguncha